tanasidagi og'irliklar, bezovtaliklar bo'yicha murojaat qilishadi. Sovuq tushgan paytda kasalliklar qo'zg'aydi. Mana shunday noto'g'ri fikrlar bor. To'g'ri, aslida qo'zg'aydi. Lekin buni tangani bir tarafi, ikkinchi taraflarga e'tibor bermagansiz. Yozda o'sha holatni ushlab tursa ham, tanasini holatini ushlab tursa ham ular uchun juda katta baxt hisoblanadi. Sovuqda organizm yaxshi rivojlanadi. Sovuqda yangi yilga yangi odam qilib, ya'ni boshqa bir inson, boshqa bir qiyofada o'tishlarini xohlagan holatda ko'zlarimizni ham o'rnak ko'zimizdan tekamizni boshiga mo'ljallaymiz. Joyizdan topilgan bir dona soch tolasini o'sha mikroskopda kattalashtirib ko'ring, yuzlab havo rangidagi shaffof kanachalarni ko'rasiz. Va kun bo'yi uyqusizlar yurish qayerda? 5 soat uyquga to'yib, bodiriy holatga kelib chiqadi. Assalomu alaykum, yaqinlarim, azizlarim. Allohga beadad shukr, mana bugun yana siz bilan g'oyibona diydorlash baxtiga musharraf bo'lyapmiz. Yaxshimisiz? Xonadoningiz fayzga, barakaga, qalbingiz xotirjamlikka ma'lum. Yoki teskarisimi? Qanday bo'lishidan qat'iy nazar har bir narsa yaxshilikka, qalbingizga doim quvonch, baxt, saodat tilagan holatda bugungi suhbatni boshlaymiz, Xudo xolasa. O'tgan safar rolikda deganda bir gap gapirgandim. Bilasizmi, sahnadagi odamga ro'parasida turgan insonni ko'zlari, uni yonishi, gapirayotgan vaqtingizda tasdiqlashi, ko'zlarini katta-katta ochishi, hayrat bilan qarashi, diqqat bilan tinglayotganini sezganda sahnadagi odamga kuch keladi, g'ayrat keladi, energiya keladi. Ich-ichidan gaplar qaynab chiqish boshlaydi. Kamera qarshisida turganda sovuq muhitga tushib qoladi. Kameraga tikilgan holatda ich-ichidagi energiyani yondirib gapirishni o'ziga yarasha mashaqqati bor. Shuning uchun ko'proq jivoy holatda, ya'ni yonimizga kelgan insonlarga ko'proq vaqt sarflashga odatlanib qolyapmiz. Bu bizga zavq beradi. Kameradagi sovuq muhit, kamerada holatida gapirishlik odamni baribir o'zidan itaradi. Shular sabab bo'ldimi, sizlar bilan kamroq rolik orqali ko'rishyapmiz degan gaplarni gapirgandim. Shunaqa SMS-lar yog'ildi, kommentariyalarda, undan tashqari Telegram lichkalariga shunaqa ko'p keldiki, o'tkir biz o'sha kamerani orqasida boshimizni silkitib, tasdiqlab eshityapmiz, ko'zlarimizni katta-katta ochib, har bir gapga kulib, ba'zi bir gaplarga yig'lab eshityapmiz. Kamerani ortida biz turibmiz degan so'zlarni eshitib, beixtiyor xato fikrlar qo'yganimni tushundim. Ming bor uzr so'rayman, kameraning orqasida minglab, millionlab g'oliblarning muxlislari turgani bir muddat hayolimizdan ko'tarildi. Bir muddat o'sha paytda chalg'ibmiz. Ming bor uzr so'ragan holatda yana shu quruq kameraning oldida yonib gapirishga harakat qilaman. Sizlarning qalbingizga kirib borishga urinib ko'raman, Alloh qodir qilganicha. Yaxshimisiz? Xonadoningiz tinchmi? Omonmisiz? Kayfiyatlar joyida. Siz bilan g'oyibona bugun yana ko'rishdik. Bundan men juda ham baxtliman. Bir inson yozibdi, butun bir boshli domda Silay rahimni yo'lga qo'ydik. Qo'ni-qo'shnilar roliklaringizni bir-birimizga tarqatib, birgalashib ko'rib, ularni amalda qo'llab, bir-birimizga bo'lgan Silay rahim munosabatlarni shu darajada qo'ni-qo'shnichilik joy-joyiga qo'ydikki, deb shu darajada ta'sirlanib gapirdiki, kamera ortisida turib shuncha ishlar bo'layotganidan xabarsiz qolamiz. Buni xabarini topgandan keyin shunaqa bir ilhom keldi. Buni kecha shu suhbatda eshitdim. Ertaga albatta yana rolik tayyorlaymiz degan bir ahd, bir ich-ichimizda energiya yog'di. Mana shunday energiya, mana shunday duolar bilan bizni qo'llab-quvvatlab turgan xalqimizga, bizni kuzatayotgan, uzoq yaqindan kuzatayotgan mana shu birodarlarimizga minnatdorman. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Alloh xonadoningizdan hech qachon fayz barakani o'chirmasin. Qalbingizdan hech qachon halovat, sokinlikni yolg'izlatib qo'ymasin. Qalbingiz doim halovatga, sokinlikka ma'lum bo'lsin. Xo'p, nima suhbat xohlaysiz? Nima berishni ham bilmayman. Chunki ko'p narsalar gapirib bo'lingan, juda ko'p narsalarni yana qaytadan gapirishga to'g'ri kelib qolyapti. Mana endi hozir kuz fasli, Xudo xolasa mana qish boshda turibmiz. Bir kun ichida sovuq havo kelishdan boshlanadi. Qishda insonda dangasalik kuchayadi, qishda insonda kasalliklar kuchayadi.
Bizda e'tibor bergansiz doimiy bir narsani ko'p ta'kidlamay insonda 4 xil kasallik bo'ladigan bo'lsa, birinchi kasallik fikrda, qalbda, ruhda va tanada bo'ladi. Juda ko'pchilik bizga murojaat qilayotganlar deylik 90% insonlarning holati tanasidagi og'riqlar, tanasidagi og'irliklar, bezovtaliklar bo'yicha murojaat qilishadi. Lekin bularning barchasining boshlanishi fikrni to'g'rilashdan boshlanadi. Fikr, qalb, ruhiyatni joy-joyiga keltirish evaziga tanani holatini, jismni holatini joyiga keltirishni yo'lga qo'yganlar to'g'ri yo'lga ketishyapti va ular yaxshi natijalar bilan bizni xursand qilishadi. Qarang, sovuq tushgan paytda kasalliklar qo'zg'aydi. Mana shunday noto'g'ri fikrlar bor. To'g'ri, aslida qo'zg'aydi. Lekin buni tangani bir tarafi, ikkinchi taraflarga e'tibor bermagansiz. Men xohlardimki, qishda sog'ligingiz ustida ko'proq ishlashni. Sportchilar tushunadi buni. Misol uchun sportchilar gavdasini chiroyli qilish uchun mushak chiqarishni xohlovchilar qishda ko'proq energiya sarf qilishadi. Qishda vес olishi, qishda tanani o'sishi tezlashadi. Yozda o'sha holatni ushlab tursa ham, tanasini holatini ushlab tursa ham ular uchun juda katta baxt hisoblanadi. Demoqchi bo'layotgan narsam, sovuqda tana yaxshi tiklanadi. Bahorda, kun chiqqanda, kun isiganda sog'ligim uchun ishlayman deganlar xato fikrlayapti. Sovuq tushganda oldinga harakat qilib qo'ying. Sovuqda organizm yaxshi rivojlanadi. Sovuqda. Nega? Qishda tun uzoq bo'ladi. Tana ko'p dam olish imkoniga ega bo'ladi. Qishda qozonda pishirilgan ovqatlar ko'p iste'mol qilinadi va ular o'zini quvvatini yetarli darajada beradi. Yozda issiqni evaziga organizmda, ya'ni ovqatlanish miqdori kamayadi. Ko'proq meva-cheva, suv shu narsalar iste'mol qilish evaziga tozalash yaxshi bo'ladi, organizm tozalanishi yaxshi bo'ladi. Tiklanish qishda ko'proq yaxshilanadi qishda. Mana bu sovuq tushayotgan paytda o'zingizni ustingizda ishlashga kuchaytirishni men maslahat bergan bo'lardim. Gimnastika, mashqlar, sochiq dush. Mana kimdir yozibdi menga kecha kuni sochiq dushni kun sovib qolganligi uchun kuniga 2 mahal emas, 1 mahalga pasaytirdim. Naborot, qishda ko'proq sochiq dushni ko'paytirish kerak. Tanani nafas olishi qancha osonlashsa, qishda sovqotish kamayadi va tanada qonda aylanishi yaxshi me'yorga tushadi. Yozda organizm sovqotmaydi, yozda sochiq dushni bir mahal sizlar bo'ladi. Lekin ko'proq qishda buni ko'proq qilish kerak. Sochiq dush, ovqatdan oldin issiq suv iste'mol qilish, mana shularni sovuq tushganda ko'proq qilishingiz kerak. Mana misol uchun dekabr oyiga xudo xolasa harakat qilyapmiz ko'proq kursni qo'yib olishga. Nega? Natija zo'r bo'ladi. Misol uchun mana qish holatida men kasal tanlangan. Misol bizni ustimizga tushadimi, tushmaydimi? Ko'proq qabul qilishga urinamiz. Sovuq tushgan sababi natija yaxshi bo'ladi. Natija tezlashadi. Bemorlarda natija olishimiz osonlashadi. Aynan onlayn kursimiz ham dekabrning boshlariga mo'ljallashimiz bejiz emas. Dekabr oylarida mana shu onlaynni bitta o'tkazib olamiz. Yangi yilga yangi odam qilib, ya'ni boshqa bir inson, boshqa bir qiyofada o'tishlarini xohlagan holatda kurslarimizni ham onlayn kursimizni dekabrning boshiga mo'ljallayapmiz. Endi qarang, YouTube kanalida men doimo aytaman, imkon qadar bizga kelmasdan harakat qiling deb. Hozir ham o'sha fikrdaman. Imkon qadar onlaynga qatnashmang, imkon qadar kurslarga keling, lekin o'zingizni uyda, o'zingizni ustida ishlashingiz kerak. U degani kelmang degani, uyda ham tek o'tiring degani emas, bajarishingiz kerak. Nimalardan bajarishimiz kerak? Ovqatlanishni to'g'rilang. 54 minutlik rolik tayyorlaganmiz. Mana shuni ko'pchilik mana yozyapti. Shu rolikni qayta-qayta gapirganimdan keyin bu rolikni ko'rayotganlar va bu rolikni evaziga natija olayotganlar soni ko'paydi. Mana hozir ham kommentarlarni bir qator kuzatdim. O'sha yangi kommentarlar ko'p, natija olayotganlarning safi kengaygan. 54 daqiqalik to'g'ri ovqatlanish roligini amalga qo'yishni boshlaydi. Bu bir. Keyin qarang. Sochini dush, butun badanni qaynoq suvga dag'al sochini solib 2 mahal qizartirib artish. Butun badanni buni yo'lga qo'ying. Lekin shu kungacha bir narsani aytmaganman. Bundan buyog'iga ko'p uyqu bo'ladi, ya'ni tun uzoq bo'ladi. Shuni hisobiga lanjlik, ezilish holatlari kuchayishi mumkin. Yotoq joyingizni mana choyshabni qanchadadir almashtiramiz. Kimdir haftada, kimdir 3 kunda, kimdir 10 kunda choyshabni almashtiramiz. Lekin ko'rpani almashtirmaymiz. Ko'rpani yozda saratonda quyosh chiqqanda bir marta, bir ikki marta o'sha quyoshga yozamizda, ya'ni paxtalar ishib,
ya'ni qalinlashib qoladi, yana olib solamiz. Lekin qishda bu holat bo'lmaydi. Suvli dazmol bormi? Ichiga suv quyiladi yoki parli dazmol. Mana shunda haftasiga 2 marta joyni dazmol qilishni odatlanadi. Haligi mexli adyollar bor, ularni ham badanga tegib turadigan joylarni hammasini bir marta possatib dazmolga o'tkazib olishni tavsiya qilgan bo'ladi. Bu sunnat amali. Rasululloh alayhisalom buyurganki, yotishdan oldin joyingizni bir marta toqing deb tushuntirgan. Endi u zot bo'ylab yotgan. Endi bizni spanjidagi ko'rpalarimiz o'ta kattalik qiladi. Uni har kuni bir marta qoqib ketish bu erkakning yelkasini chiqarib beradi, ya'ni charchatib qo'yadigan holat. Nega shunday deyilgan? Qarang. Uxlaydigan joyingizdan bir dona soch tolasini topa olasizmi? Ana shu bir dona soch tolasini o'zingiz hududingizda laboratoriyalar bo'ladi, qon topshirish markazlari, shunaqa joylar bo'ladi. Shu yerda mikroskoplar bo'ladi. Bir dona soch tolasini olib, joyingizdan topilgan bir dona soch tolasini o'sha mikroskopda kattalashtirib ko'ring, yuzlab havo rangidagi shaffof kanachalarni ko'rasiz. Bu kanachalar sizni joyingizda milliardlar bor. Bu kanachalar sizni qoningizni ichmaydi, go'shingizni yemaydi. Bular energiyasi bo'ladi. Siz qancha ko'p uxlasangiz ham uyquga to'ymaslik, lanchlik holati kuchayadi. Mana masalan, mana shu topshiriqni bir marta qilib ko'ring. Mana bugun bitta o'dinda qilinglar. Ko'rpani shu chorshabni ustidan, ko'rpani chorshabni ustidan bir marta dazmolni tekis o'tkazing. O'sha suv pastga ichiga urib beradigan kirobkani bossangiz, suvni ichiga urib par bilan chiqarib beradi. Parda issiq kuchli bo'ladi. Dazmolni bir marta possatib o'tkazsangiz bo'ldi. Ko'rpani qirrasini chiqarish shart emas. Dazmol tegmagan joyda qolmagan bo'lsa bo'ldi. Bir marta dazmol qilib o'tkazing. Ustingizga yopadigan yopinchiqni ham ichida bir marta dazmol qiling. Yostiqlarni ham bir marta dazmol qilib o'tkazing. Birinchi kechada birini 4, uzog'i 5 soatda uyquga to'yadi inson. Ko'z poq ochiladi, u yoqqa ag'anasiz ham, bu yoqqa ag'anasiz ham uyqu kelmaydi. O'ta telefoningiz ekrani zaryadga to'lib yongandan keyin qayta zaryadga sursiz ham zaryad olmaganda inson qaytib uxla olmaydi. Ya'ni 5 soatlik uyqu normaga kelib boshlaydi. 5 soatlik uyqu, endi savol sizga. 8 soat uxlab, uyquga to'ymasdan lanchlanib uyg'onish qayerda va kun bo'yi uyqusirab yurish qayerda? 5 soat uyquga to'yib, bodiriy holatga kirish qayerda? Endi savol, agar 5 soat uxlaydigan bo'lsangiz, kuningizga qancha baraka qo'shiladi? Qancha ishlarni bajarishingiz mumkin bo'ladi? Bugun mana sizlarga yangi mana shuni qo'shamiz. Ya'ni joylarni dazmol qilish haftasiga 2 marotaba yetadi. Bemalol yetadi. Mana juda ko'pchilik shuni o'rgatganlarim yozishyapti ichkalarda. Joyni dazmol qilish juda yaxshi effekt berdi. Bolalarim oldin uyg'otolmasdim. Bomdoddan oldin o'zlari bemalol uyg'onyapti, uyquga to'yib uyg'onyapti. Bodrik tetiklashdi degan gaplarni gapiryapti. Qarang, endi tetiklashish, bodrik ya'ni tetik holatda yurish sizni sog'likka eng birinchi tashlagan qadamingiz hisoblanadi. Ovqatdan oldin 1 soat oldin bitta pakalda issiq suv ichishni odatga aylantiring. Ho'plab ichish. Oshqozon tozalanib o'tib ketgandan so'ng keyin 1 soatdan keyin ovqatni 54 minutlik roliklar ekanmiz. Mana shu roliklar yordamida to'liq ovqatlanishga roligimiz bor. Mana shu roliklarga asosan ovqatlanish boshlanadi. Mana shundan boshlanadi shifoni boshlanish. Ertalab bir marta, yotishdan oldin bir marta butun badanni qizartirib, qaynayotgan suvga solingan sochiq. Tefalni qo'yasiz, vaqira qaynaytirib o'chadi. O'sha o'chgan paytda, vaqir qilib qaynayotgan paytda sochini ustiga quyiladi, shuni popalayib siqasiz. Butun badanni qizartirib chiqasiz, shirib yubormang. Bir marta qizartirib ishlaysiz. Bodri bo'ladi odam, tetiklashadi. Mana nevroz, vahima, lanchlik, boshdagi og'riqlar, oyoq-qo'l muzlash, qizish, badandagi qitishlar, toshmalar bir necha kungacha juda ko'pchilikda bir marta soch tush qilish bilan bo'ldi. Mana sizga beriladigan topshiriqlardan biri. Xo'p, hadeb energiya, motivatsiya berolmay topshiriq ham berayapman sizlarga. Yana nima? Bir piyola asal, bir osh qoshiq deganimiz, mayli qish kunida ko'tarsa bo'ladi bu narsani. Qish kunida bir piyola toza asalga 2 osh qoshiq qora sedana, 2 osh qoshiq qora zira, oshda damlayotganda solinadigan zira, qora zira. Ikkalasi ham sedana ham so'rab maydalangan bo'ladi. Keyin bosh barmoqni bir bo'g'inidan kattaroq, ya'ni qora momiyoni suvga eritib qo'shasiz. Demak, bir piyola asal, 2 qoshiq
osh qoshig'ida qora sedani, 2 osh qoshig'ida qora zira, bir bosh barmoqdan bir bo'g'inidan kattaroq qora mumiyoni suvga yutib, bitta piyolaga asalga aralashtirib, mana shuni 3 dan 5 gacha ichakni vaqti, 5 dan 7 gacha buyrakni vaqtida kichkina choy qoshiqda iste'mol qilishni boshlaysiz. Endi vaqt masalasiga keladigan bo'lsak, 3 bilan 5 ichakni qabul qilish vaqti hisoblanadi. Lekin no joyi bor. Kimdir ichagi juft sonda, kimdir ichagi 90 da qabul qiladi. Demak, 3:00 ga qo'yib ko'ring. Bu doniyda va 3:00 da kichkina choy qoshiqda 2 ho'plam suvga eritib iching. 3-4 kunning ichida qorindagi g'o'ldirashlar, gazlanishlar pasaymasa, ishtahaga kirmasangiz, o'zgarish sezilmasa, 4:00 da ko'chirib ko'ring. Kimdir organi, organizm 90 da, kimdir organizmi juft sonda qabul qiladi. Agar qaysi birida juft sondani 90 dan qabul qilish boshlanadimi, qolgan organlarga ham ya'ni o'sha soatda iste'mol qilish boshlaysiz. Juft yoki tom. Deylik 3 dan 5 gacha ichakni vaqti, deylik sizni ichagingiz 4:00 da yaxshi qabul qilyaptimi? Demak, buyrakka 5 dan 7 gacha bo'lgan soatni 6:00 da buyrakka ichishni boshlaysiz. Oshqozon kasalliklariga shamollashadigan aynan shu narsani ichishingiz mumkin 7 dan 9 gacha bo'lgan muddatda. Endi kimlarda yurakda slabiylik bor? Yurak 23:00 dan tungi 01 gacha zaif holatda bo'ladi. Kimdir yuragim deb bezovtalayotgan bo'lsa, aynan tunda shu vaqtlarda bezovtalik kuchayadi, o'tirib bo'ladi, uyqular qochadi. Aynan shu paytda yurakka sharbat ichishni tavsiya qilgan bo'ladi. Qanaqa sharbat? O'rik oqini yaxshilab qaynating. Ta'bizga qarab ozgina novvot qo'shib yuboring, lekin shakar qo'shmang. Shakar sog'lik bo'ladi. Novvot oqqan xudsiz bo'ladi. Oqqan boshqa narsa mana. Shakarning prislangan formasi emas, haqiqiy oqqan bo'lsa, u bir xil ishlaydi. Shakar sog'lik, novvot issiqlik hisoblanadi. Yoki bo'lsa ozgina miqdorda novvot solasizda, sam ta'mini o'zgartirish uchun. Bitta stakanda 23 dan tungi 01 gacha bo'lgan muddatda termosga damlab qo'ysangiz bo'ladi. Issiqsiz ya'ni sut beradi sharbatni. Yurakka iching. Yoki bo'lsa o'sha paytda o'rik oqini yeyishingiz mumkin. Endi qarang, yurakka yana qaysi organlar beradi? Ingichka ichak, buyrak, yurak keladi. Demak, o'sha o'rik sharbatini ichak va buyrakni vaqtida iste'mol qilish ham yurakka quvvat beradi. Demak, yurakka 3 ta vaqt aytildi. Sahar 3 dan 5 gacha, yoki 5 dan 7 gacha, yoki 23:00 dan tungi 01 gacha bo'lgan vaqtda yurakka mana shu sharbatni ichish yaxshi natija beradi. Hop, qish kunida hozirgi kunda kasalliklar bir qator qo'zg'aladi. Bu odamlarda shunday ishonch borligi uchun ham yaxshi samara beradi bu narsa, ya'ni yaxshi qo'zg'aladi. Chunki ishonasiz shu narsaga. Kimdadir sog' tushadi, mana quloqlarda og'riqlar, shovqinlar kuchayishi mumkin. Chistlik bo'lakchasini kesib, qulog'ingizga yarasha holatda tiqib oling. Bir necha kunning ichida quloq og'riqlarini bartaraf qilib beradi, quloq og'riqlarini yo'qotib beradi. Quloq oqishi, lo'qillashi, mana shularga chistlik yaxshi effekt beradi. Chistlik bo'lakchasini kesib, quloqqa o'ta paxta tiqqanda tiqib olasiz. Keyingi holat mana qish kunda yo'tal ko'payadi. Mana shunday yo'tal, ovoz chiqmay qolish holatlarida bir kosa sutga chistlikni maydalab, karamni bargini o'ta mayda qilib to'g'rab aralashtirib, ozgina asal qo'shib, mana shuni iste'mol qilish, yeyish yoki ichish yo'talni ovozi chiqmay qolish holatlarini bartaraf qilib beradi. Bilgancha sizga qo'ldan kelgancha, ya'ni bizga kelmasa, o'sha vaqtda bartaraf qilishni tushuntiryapman. Aynan chistlikda xom yoki pishgan holatlarda ovqat bilan iste'mol qilish yurak qon tomir kasalliklariga yaxshi effekt beradi, qon bosimini tushirib beradi, qon aylanishini yaxshilab beradi, rak klietkalarni qarshi turib beradi, immunitetni ko'taradi, organizmdagi infeksiya viruslarni yaxshi yo'qotib beradi. Demak, iste'molingizga chistlikni ko'proq qo'shishni tavsiya qilaman, bu sog'liq bo'ladi. Alloh sizdan rozi bo'lsin. To'g'ridan keyin bavosil bo'lib qoldim. Har xil dorilar mazalicha foyda berib, rosa azobini tortib, chaqaloqni qaray olmay qoldim. Sizni tavsiyangiz bilan 2 kun o'tgandim, yemay yo'q bo'lib ketdi. Asal va kartoshka, qora sedam. Elimizga, o'zingizga baraka bersin. Hozir o'qiganim chiqdi. Demak, qarang, o'sha gemorroy kasalliklari qishda kuchayadi. Aynan shunga roliklar tayyorlangan gemorroy kasalliklariga nima asal bilan kartoshkani qo'yishni tushuntirgandik. O'shalardan foydalanishni. Xullas, qarangda, men sizlarga
tavsiya qilgan bo'lardimki, o'sha roliklarni bitta qog'oz, bitta ruchka bilan ko'rishning juda ko'p tavsiyalar berilgan. Juda ko'p tavsiyalar berilgan. Mana shu tavsiyalarni amalda qo'llab, qishni yaxshi o'tkazishni xohlagan bo'lar. Hop, endi birinchi o'rinda kayfiyatni joyida ushlashni xohlagan bo'lardim. Kayfiyatni tushirish kerak biz, kayfiyatni ko'taring. O'ta ko'tarinki holatda. Majbur qilasiz kayfiyatni. Inson hayotda doimo o'zini nimagadir majbur. Insonni to'sishi mumkin bo'lgan narsalar nima? Hayotda baxt, boylik, sog'likdan to'sadigan bitta narsa bor, xarakter. Mana shu xarakteringiz ustida ishlashingiz kerak. Xarakteringiz qay darajada? Xarakteringizni bilishni xohlasangiz, yaqinlaringizdan so'rang. Xarakteringiz haqida ma'lumotni ular bersin. Yon atrofingizlarga iltimos qiling. Sizni bildirmasdan videoga, rasmlarga olib qo'ysin. Qanaqa holatda yurasiz, qanaqa tund holatda yurasiz. Gavdangizni qanaqa ko'tarib yurasiz, tik yurasizmi, engashib yurasizmi? Ovqatlanayotgan paytda qanday o'tirasiz, qanday ovqatlanasiz? 1-2 marta shuni video qilib yoki rasmga olib sizga tashlab berasiz. Oyoq og'riqlari kuchayadi qishda. Oyoq og'riqlari, tovon og'riqlari, oyoqning past qismlari. Uyning qanchadir qismiga oddiy, arzon makka, bir pakrivarmi, bir qanaqadir matomi solib qo'ysa bo'ladi shu narsani. Keyin yig'ishtirib to'plab qo'ysa bo'ladi. Bir kunda 10 minut, 15 minut Makkani ustida yurishni mashq qiling. Sababi bundan buyoqqa qalin paypoq kiyiladi, mask kiyiladi. Oyoqning taglarini qancha ehtiyot qilgansangiz shuncha silaylashadi ular. Silaylashadi. Oyoqning tagida har bitta tana a'zosini tochkalari bor. Yozda mana har qalay yupqa paypoq kiyiladi yoki paypoq suyuladi, shippak kiyiladi, tapchik kiyiladi, yalang'oq yurasiz. Oyoqning tagiga havo aylanadi. U tochkalar orqali tana a'zolari yaxshi ishlash faoliyati bo'ladi. Endi qishda bu narsa teskari bo'ladi. Shuning uchun qanchadir vaqt makka tepalab turing. Mana bu qishda yosh kattalar, siz barchaga keraksiz. Oilangizni faxrsiz, ularni barakasiz, ular uchun sog'lig'ingizni asrashingiz kerak. Kun bo'yi yotgan bilan ish bitmaydi. Mana shunday harakatlar 10 minut, 15 minut Makkada yurish kun bo'yi ruhiyatingizni yaxshi ushlashga, butun tanani aktiv ishlashiga xizmat qilib beradi. Xo'p, imkon qadar men xotiramni kavlab sizlarga topib beryapman, vazifalarni topshirmadim. Yana nima? Ikkita do'st ko'rishib qolishdi. Ikkita do'st, qadrdon do'st. 10 yil ko'rishmabdi, salkam. 10 yildan ko'rishib bo'lgan, bir-birini quchoqlagan, bag'riga bosgan. Bittasi tinmay gapirarmish. 10 yil o'tib ketdi ya o'rtoq, 10 yildan beri ko'rishmayapmiz. Chet davlatlarda bo'ldim, Malayziyada bo'ldim, Tailandda bo'ldim, Yevropaga chiqdim, shunaqa bizneslar qildim, ishlab chiqarishlar qildim. Hokaz to'lib toshib gapirarmish. Roza gapirdi, og'ir sheriga, do'stiga qarabdi. Senda nima gap? Bir gapirsang-chi, nima bo'ldi? Sen sheriga aytarmish. Do'sti, 3 kundan beri bir non yeganim yo'q desa, boshiga bir urgan ekan. Do'sti, beixtiyor boshiga bir urgan ekan. Ahmoqmisan? Majburlasang bo'lmaydimi o'zingni? Bitta nima demoqchiman? Qarangda, inson majburlash kerak. Siz bir-birdan non yeyishga o'zingizni majbur qilsangiz, o'sha nonni topasiz. Siz o'zingizni baxtli bo'lishga majbur qilsangiz, o'sha baxtni topasiz. Siz o'zingizni sog'lom bo'lishga majbur qilsangiz, o'sha baxtni topasiz. Lekin bu qiyin bo'ladi. Qanday qiyin bo'ladi? Bilasizmi? Misol uchun, mana to'xtab turgan mashinani itaryapsiz. Bor energiyangizni sarflaysiz, bor quvvatingizni sarflaysiz. O'shani joyidan qo'zg'atguncha 2 qadam yurguncha o'pka ketadi. Butun badandan ter chiqish boshlaydi. Nafas olish qiyinlashadi, harsillaysiz. Lekin e'tibor bering, 2 qadamga qo'zg'atganingizdan keyin 3-qadam nisbatan yengillashishni boshlaydi. Kamroq energiya sarflaysiz, lekin charchaganingiz hisobiga to'xtatgingiz keladi o'sha jarayonni. Demak, 5 metrga surib bordingiz. Borgan sari yengillashadi, borgan sari. Lekin charchab ketdim deb to'xtasangiz-chi? Mashina ham to'xtaydi. Endi yana boshidan hammasini noldan bajarish kerak. Yana bor quvvatni sarflash kerak, yana o'shancha og'irlikni tomlari joydan qo'zg'atish uchun yana qaytadan hamma energiyani sarflashga to'g'ri keladi. O'rtoqlar, bitta narsani tushuning, boshlash qiyin xolos. Boshlab olganingizdan keyin borgan sari yengillaydi. E'tibor bering, boshlagan sari, borgan sari yengillashish boshlanadi. Borgan sari 5-6 metrdan keyin bitta qo'lingizni quvvati bilan mashina o'zini og'irlik kuchi bilan oldinga qarab intilish boshlaydi. Qachonki startni bir-biriga qo'shib, motor gurratib o't olmaguncha to'xtatishga haqqingiz yo'q o'sha quvvat sarflashni. Samolyot ham parvoz oldidan 90% yoqilg'ini sarflaydi. Hamma motorini ishga tushiradi. Hamma motorini. Lekin yuqori kerakli
balandlikka chiqib olgandan so'ng 50% motorni o'chiradi. Ya'ni 4 ta motor bo'lsa 2 ta motor yetadi. Endi o'sha 10% yoqilg'i bilan kerakli manzilga yetib borish va qo'nishga bemalol ko'z yetadi, ulguydi. Isbot qiladi. Demoqchi bo'layotgan narsam, siz ham nimadir boshlayotgan vaqtingizda, o'sha mashinani itarayotgan inson qiyofasida, o'sha yuqoriga ko'tarayotgan samolyot ko'rinishida bo'lasiz. Bor energiyani sarflaysiz, bor quvvatni sarflaysiz. Lekin tushuning, qanchadir yuqori balandlikka chiqib olganingizdan keyin o'sha sarflagan quvvatingizga, vaqtingizga, energiyangizga rozi bo'lasiz. Mana qush ham yuqoriga ko'tarishdan oldin bor kuchi bilan qanotini qoqadi. O'ta qattiq qoqadi, tinimsiz qoqadi. Lekin qanchadir masofaga chiqib olgandan keyin qanotini bir xilda ushlab ketadi. Har zamonda bitta qanot qoqib beradi. O'sha joyda kayf, o'sha joyda lazzat bo'ladi, o'sha joyda yayrash bo'ladi. O'sha parvoz qilayotganlarni ko'rib hamma intiladi. Lekin o'sha chiqish jarayonidagi qiyinchilik juda ko'pchilikni qaytarib beradi. Juda ko'pchilikni qo'rqitib beradi. Kayfiyatni ko'tarish ham, sog'likka intilish ham, baxtga intilish ham boshida shu darajada katta energiya, katta kuch talab qiladi. Lekin mana shu narsani qilishni xohlamaydi inson. Nimaga? Hammaga sehrli bitta damlama kerak. Shunday ichi bo'lsa, shunday haligi zo'rishgan ustidagi kiyimlar o'zgarib malikaga aylanib qolganda, malikaga aylanib qolsa, shunday qirolga aylanib qolsa-da, sog'lom, yosh, navqiron insonga aylanib qolsa. Bunaqa xom hayollar bilan umrimiz o'tib ketgani qolyapti. Xolos o'rtoqlar. Real qarang, har bitta narsa harakatga borib taqaladi. Hech qanday harakatsiz bo'lgan maqsad bu hayolparastlik xolos. Maqsadga aylantirish uchun uni hayolparastlikdan, orzudan maqsadga aylantirish uchun uni muddatini qo'yish, belgilash va harakatni boshlash kerak. Bir qorini ilm egasini bir hozir ismini aytmay qo'yay. Juda ko'p inson taniydi. Mana shu insonga savol berishib, domla shu qarz bolasidan qutulish uchun mana shu duoni 1000 marta o'qisam qarz bolasidan qutulamanmi desa, javob berganda 10,000 marta o'qisang ham qutulmaysan. Endi bu duoni o'qishing, 1000 marta o'qishing, sen o'sha niyat qildingki, qarzdan qutulishni xohlading. Endi chiqib harakat qilasan-da, harakatingga yarasha Alloh senga rizq beradi. O'sha rizqni olib, niyat qilgansan-ku, olib borib bersang, demak o'sha duo ijobat bo'lganini ko'rasan. Mo'ridan tushmaydi, ta'abbat qilib tushmaydi. Alloh senga mo'ridan tashlamaydi. Kimdir, nimadir yo'lingdan chiqaradi. Kimdir g'oya bilan keladi, kimdir hayot yo'lidan chiqaradi deb aytilgan. Biz ham kimdir yo'lidan shunday chiqib qolgan bo'lsak, kimgadir sababchi bo'lib qolgan bo'lsak, bizdan bag'oyat baxtiyor inson yo'q. Doim aytaman, pensiyaga chiqishni istash kerak, jannatga kirish uchun ham istash kerak. Insonda yaxshilik qoladi, mana shu yaxshilikni qilishga imkon qadar urinyapmiz, qo'limizdan kelgancha, Alloh qodir qilgancha. Lekin baribir finans taraflama holatlar bo'lib qoladi, to'g'ri kelib qoladigan holatlar. Misol, 1000 odamlarga yaxshilik qilishda xohlagan ba'zi taqalib qoladigan holatlar bor, o'ziga bog'liq bo'lmagan holatlar bor. Mana shularni yechimini yechib o'tib ketishga to'g'ri kelib qoladi. Lekin imkon qadar arzon ishlashga urinamiz, imkon qadar. Yaqinda misol uchun bir inson aytdi, shu 5 million narx qo'ygansan ekan, sizga 5 million balandlik qilmaydimi deb aytgan. Shunda bitta savol berdim. Tasavvur qiling, 10 kun ichida kurslarda imkon qadar arzon qilishimiz sababi mana ertalab 6 dan kechqurun 22-23 gacha tinimsiz ishlanadi. Ya'ni bemor xonada yotmaydi. Qanchadir vaqtga kirib, nimadir sistemali yoki damlamani ichib qo'yib bo'ldi. Kun bo'yi tek qo'yib qo'ymaydi. U inson bilan ishlanadi, tinimsiz ishlanadi. Psixologik taraflama, fikrlarni to'g'rilash, qarab ruhiyat bilan ishlash kamida har kuni 4-5 soatni tashkil qiladi. Ya'ni mavzular, dars esa bo'ladi. Shunaqa mavzular bilan, darslar bilan insonni birinchi bo'lib nastroykasi qalbi ochiladi, ruhiyat ko'tarib, fikr to'g'rilanadi. Xususan gimnastiga aka-aka mashg'ulotlarga ketilgan vaqtlar 10 ta mutaxassis navbatdan ishlaydi. Keyin shunday holatki, 10 kun ichida qaysi organlarda nima o'zgarishlar bo'ladi? Ingichka ichak, yurak, oshqozon, qorataloq, o'pka, yubanchak, yurak, siydik qopi, o't qopi, jigar, perikard, gipofiz, umurtqa pog'oni, asab, zreniya, eshitish, tan bilish, hid sezish, bo'g'imlar, teri nuqsonlari, jenskiy taraflama, muskul taraflama, xarakterga ishlanadi. Endi bularning ichida misol uchun aytib o'tib ketish mumkin. Demak, gaymarit, astma, bular ichak faoliyati yaxshilanadi. Shuning uchun juda ko'p kasalliklar hali aytilgan yo'q. Shunchaki skeleti kamroq holati aytilyapti. Mana shularda natija bo'lish uchun harakat qilinadi, mehnat qilinadi.
imkon qadar narxni ushlab turibmiz, mana shu holatni ko'tarmasdan ushlab turibmiz. Chunki shuni o'zi kimdir ko'zi baland, lekin aslida arzon. Chunki bitta gulagizga 10 pul uchun oladigan siz kamida 4-5 million pul sarflayapsiz. Bitta har bitta o'rgan harakatini tortib, undan tashqari oilaviy muhiti bilan ham ishlanadi. Xudo xolasa mana shu kelgusi kurslarda yana mana bu qishki sezon deganda men nima nazarda tutyapman, biznes nazarda tutmayapman. Sezon deganda organizm rosa tiklanadigan sezon hisoblanadi qishda. Mana bu menga o'xshagan mutaxassislar buni yaxshi tushunadi. Mana shu qishki sezonda katta natijalarni olish yana bir ko'p insonlarning hayotiga bir nur, bir quvonch kelib kelishiga sabab bo'lishini niyat qilyapmiz. Duo qilib turasizlar, duolarni istab turasizlar. Albatta sizlarni duolar bilan bo'lyapti. Hammasi men doim bitta narsaga muhtojligimni his qilaman. Mana shu meni kuzatayotgan yaqinlarimni, yaxshilarimni duolariga doim muhtojman. Mana shu duolar bilan bo'lyapmiz. E'tibor berganingizga hech qachon men sizlardan like so'ramaganman. Ya'ni obuna bo'lishinglarni so'ramayman ham. Bu narsani chunki inson o'zi qaror qabul qilishi kerak bu narsaga. Men doim so'raganman, duo so'raganman sizlardan. Lekin aslida bitta inson bir dona like bo'lsa, bu 60 tacha insonga mana shu rolik yetib boradi degan ma'no ekan aslida. Mendan doim shu video rolik olayotgan yigitlarimiz boshqa like bosishni, obuna bo'lishni eslatib qo'ying deb so'rashadi, lekin hech qachon o'zimga ep ko'rmaganman bu narsani. Bu insonni manajerga bog'liq bo'lgan narsa. Kimdir like bosishi bu insonni o'zini ixtiyoridagi narsa. Kimgadir shu narsani tarqalishiga hissasini qo'shmaslik. Inson o'zi qaror qabul qilishi kerak. Kimga yaxshilik ulashmaslik bu siz ixtiyoringizda. Men sizlardan faqat doimgidek duo so'rayman. Duolar eslab qo'ying, duolaringizga muhtojmiz. Duo qilgan insonlarga yaxshi bitta narsani aytgan bo'ladimki, siz kimni duo qilayotgan bo'lsangiz, Alloh 10 barobar o'sha duoni eng kamida 10 barobarini sizlar taqdiringizga bitadi, sizlar hayotingizga tikadi. Bizni duoda eslayotgan yaqinlarim, yaxshilarim ana shu duolarning ijobati sizga ham birga bo'lsin. Hayotingizga bir quvonch kirib kelsin, nur kirib borsin, yog'du kirib borsin, qalbingizga halovat, xotirjamlik bo'lsin. Eng yaxshi duolardan biri buni doim dadam mana shu duoni qilardi. Bir rolikda ham aytganman, hech boshqacha duo qilmasdim, kutardim, lekin boshqacha duo qilmasdim. Keyin bari o'zim so'raganda, bundan yaxshi duo yo'q-ku bolam deganda, ya'ni doim tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Rasman eng qachon insonni qalbida xotirjamlik bo'lganda, xuddi loyihalangan suv tinib, suvning ichidagi narsalar ko'ringanda, ana shu xotirjamlik, sokinlik hosil bo'lganda, tanada yosharish, tiklanish jarayoni amalga oshishini hayotda tajribalarim asosida ko'rib chiqdim, tushunib yetdim bu narsani. Men ham so'ragan bo'lardimki, xonadoningizdan fayz baraka uzilmasin, hech qachon. Qalbingizdan sokinlik, xotirjamlik hech qachon uzilmasin. Qalbingiz xotirjamlikka, sokinlikka doim lim bo'lsin. Yana boshqa roliklarda sizlar bilan g'oyibona ko'rishguncha omon bo'ling. Bu safar shunchaki foydali maslahatlar uchun qildik. Ya'ni shularni uyda bajarib, kimdir nimalar natija olsa, biz bag'oyat xursandmiz. Hech qachon qalbingizdan xotirjamlik, yuzingizda esa tabassum arimasin. Omon bo'ling, tinch bo'ling, yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr.